Bugungi kunda fuqarolarimizni ortiqcha vaqt va sarf xarajatlarini oldini olish maqsadida davlat xizmatlari tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarni hamda bugungi kunda imkoniyat yaratilgan mana mobil telefonlarimiz orqali ham davlat xizmatlarini fuqarolarimizni ko'rsatayotganligini alohida e'tirof etish mumkin. Akbar Jo'raboyevich, shundan kelib chiqib bizda savol tug'ilmoqda. Mana siz o'z axborotingizda aytdingiz, xususan 400 ga yaqin xizmatlar elektron shaklga o'tmaganligini o'z axborotingizda berib o'tdingiz. Endi menda shunga aniqlashtiruvchi savol tug'ilmoqda. Ushbu xizmatlarni qaysi biri bugungi kunda ustuvor hisoblanmoqda hamda vazirlik bu bo'yicha aniq manzilli oldiga chora-tadbir belgilaganmi? Shu bo'yicha mas'ullari hamda muddatlari bo'yicha axborot bersangiz. Albatta juda ham dolzarb masalani ko'tardingiz, chunki o'sha korrupsiyani oldini olishda ham eng katta yo'lish bu an'anaviyni qisqartirish, raqamlashtirish, elektron shaklga o'tish hisoblanadi. Biz o'sha vazirlik idoralari bo'yicha ham har bittasi bo'yicha tahlillarimiz bor. Jumladan mana qishloq xo'jaligi sohasida 30 ta, kambag'allikni qisqartirish vazirligi yo'nalishida 21 ta, mahalliy davlat hokimiyati organlarida 18 ta, texnik jihatdan tartibga solish agentligining 17 ta, sog'liqni saqlashda 11 ta xizmatlar haligacha shu elektron shaklda o'tmagan. Mana shuni biz rejasini har bitta mana biza har yili mana bu yil 100 dan ortiq xizmat joriy qilgan bo'lsak, birinchi navbatda eng ko'p ko'rsatiladigan xizmatlardan olamiz. Chunki aholi, tadbirkor eng ko'p murojaat qiladigan hamda iqtisodiyot va aholi hayoti uchun eng muhim bo'lganlarini bosqichma-bosqich joriy qilyapmiz. Bu yerda ham biz 2026-27 yilga dasturimizda 300 dan ortiq xizmatlarni raqamlashtirishga o'tkazish bo'yicha dastur tayyorlaganmiz. Hozir dastur kelishuvdan o'tib, bu yil oxirigacha tasdiqlanishi kerak. O'sha tasdiqlangandan keyin har bittasini qaysi xizmatni qachon, qaysi sanada elektron tizimga o'tkaziladi, unga mas'ul idoralar aniq belgilangan holda chiqiladi. Bu yerda eng asosiy omil boyaga aytganimdek, har bittasini o'sha soni hamda aholi hamda tadbirkorlar uchun muhimligidan kelib chiqib qo'yganmiz. Hamda albatta o'sha idoralarni bu raqamlashtirishga shu masalada tayyorligini ham e'tiborga olinib, ular bilan kelishilgan holda hukumatga kiritiladi.